Navoiydan homiladonim keldi, Zulayho opa bolangni oldirish kerak deyapti, miyasida katta kistalari bor ekan deb. Bu tomonda ham shunaqa kista bor, ko'rinmagan oyijonim. Haqiqatan ham katta, devorlari qalin bo'lgan kistalar bor. Miyadagi kistalar 10 millimetrgacha norma, bizda 17 millimetr chiqyapti. Endi bitta kistani deb oldirgim kelmayapti deb kelganlar. Bolajonimni yaxshilab tekshirsak, nafaqat boshida kistalari bor, balkim yuragida o'ta jiddiy nuqsonlari bor. Bundan xabarim yo'q edi deyaptilar oyisi. Va kindik tomiri mana bu qora dumaloq qovuqni ikki yonidan o'tish kerak, ikki yonidan o'tmasdan bir tomonidan ikkalasi o'tgan. Bu ham nuqsonga kiradi marka. Undan tashqari bu videoda ko'rinmagan qo'llari mana shunaqangi egilib turadi, umuman harakat qilmaydi. Va onasi men bitta belgilari deb o'ylagan edim, shuncha muammosi bormi bolani deb biroz siqilib ketdilar. Endi menimcha oldirsalar kerak, buni er xotinning o'zi hal qiladi va balki qayta tekshiruvlardan o'tar.